опыт, все знают, что ты молодой. Скажи пару слов своим болельщикам. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana bugun bizlar shuncha insonlar kuzatib kelib, tomosha qilib turibdi. Hammalarga rahmat. O'zbekiston ozod qilganlaringga shunchalik. Bizlarni ichki ishlar, MMA federatsiya akalarga ham rahmat. Aziz akalarga jonlar olsin. Nasib bo'lsa hali uni to'g'risi o'ncha ko'rib qilolmadim. Chunki bu yaqinda vizit tashlaganimda chunki Tailandda shug'ullanib necha odamlar farmo qilib berdi, lekin men 15 kunni necha kun qilganda jangini qabul qildim, qochmadim chunki menda smena bor. Nasib bo'lsa inshaalloh yanagi jangda shug'ullanib o'zimga farmo qilib chiroyli qaytaman. Meni qo'llab-quvvatlagan ota-onam jonlarim bo'lsa meni har doim aytaman, yetkazib qadishga qiladi. Sizlarim ayni o'zim hamma o'zbekmiz, bir-birlarimizni yutqazish, yutish Allohdan. Qadishga qilaylik, qo'llab-quvvatlarimga rahmat. Mana bu Ilatxonaga rahmat, men sponsorim qadishga qilib har doim yomon yaxshiliklar deb qadishga turibdi. Mana bu yutqazish narsa emas. Mana bu yutqazish narsa emas. İnşallah onların yere yanakisinde sizler bulun. Partilerine rahmet. И проходим к следующему бою.